Programam har 3-tadbirkor bu haqida bilmagan. ABC analiz haqida aytdim. Va endi rafal misolida tushuntiraman. Katta menyu, turli xil taomlar, lekin foydaning 80% atigi 3 yoki 5 pozitsiya beradi. Qolgani esa shunchaki omborda yoqadi, buziladi yoki umuman buyurtma qilinmaydi. Bu yerda oddiy, lekin kuchli vosita yordam beradi. ABC tahlil, to есть ABC analiz. Bu barcha taom yoki mahsulotlarni 3 ta guruhga ajratadi. A guruhi eng muhimlari taxminan 20% nomlar, lekin ularning 80% daromad keltiradi. B o'rtacha 30% nomlar barqaror, lekin unchalik katta foyda emas. C bo'lsa kam ahamiyatli 50% nomlar, lekin daromadi juda past yoki yo'q. Bu menyu va omboringizga xuddi tekshiruv kabi nima ishlayapti, nima esa prosta yuk bo'lyapti. Qanday qilib bu orqali foydani oshirish mumkin? O'ylanib ko'rganmiz. Oddiygina analiz qiling, ortiqchasini olib tashlang va xaridlarni kamaytiring. Keyingi videoda bo'lsa ABC analizni qanday qilib oddiy olsa bo'lishini ko'rsataman.